olmoqchi bo'lib yoki bilan biznes reja qilmoqchi bo'lib yurganlar uchun biz o'zimiz bankdagi kreditorlarni tanishtiramiz mijozlariga. Hozirgi kunda Agrobankimizda jismoniy shaxslarga biznesga birinchi qadam 12 milliongacha maksimum 25% bilan kreditorlarimiz bor. Bu jismoniylarga beriladi. Jismoniy bilan yuridik shaxs farqi, jismoniy shaxs, yuridik shaxs firma bo'ladi, o'sha yarda oilaviy korxona jismoniy shaxs o'zi bo'ladi. Bu biznesga birinchi qadamni sharti ishlamagan bo'lishi kerak, ishsiz bo'lishi kerak. O'zimizdan qilib kafil huquqlar asosida 10 million so'mgacha kredit bo'ladi. Buni muddati 5 yil, 2 yil yoziladi bilan. Ikkinchi nimamiz kredit turimiz mahalla loyihasi 50 million so'mgacha bo'ladi. Mahalla loyihasini nimasi maksimal summasi 50 million so'mgacha. Foiz stavkasi 25%, muddati 5 yil, 2 yil imtiyozli davr bilan beriladi. Imtiyozli davr degani misol 50 million so'm bo'lsa, 2 yil davomida faqat 50 million so'mni 25% to'laysiz har oy. Degan 980 million yangi chiqadi. 2 yil o'shanda bo'lsa, 2 yildan keyin qana boshlanadi, 50 million qana boshlanadi. 3 yil bo'lib oladi. 2,5 million atrofida chiqadi. Xo'p, endi jismoniy shaxslarni yangilarimiz oilaviy tadbirkorlik dasturimiz bor. Mahalladan hokim yordamchisi tomonidan berilgan tavsiyanomani asosida 8% bilan ajratiladi. Keyingi yuridiklarimiz tartib 312. Tartib 312 asosiy nimasi sharti foiz stavkasi 20%, 6 yil muddatga beriladi. Firmaga yaxlit oilaviy korxona yumshashi xususiy korxonalarga beriladi. Bu kreditimizni nimasi 100 million so'mgacha garovsiz, maksimal summa 300 million, 100 million so'mgacha garovsiz beriladi. 100 milliondan terlab 300 million so'mgacha garovdan beriladi. Garovga nimalar kiritiladi? Noturar bino yoki o'sha ishlab chiqarilgan 5 yildan past bo'lgan